Xayrlı günler, qadrli dostlar. Men sizni o'zim bilan 11 sentyabrda chiqqan Oqsharlar gazetasining 36-nomeri bilan o'zim bilan sayohatga chaqiraman. Kimdir bizni o'qiydi Oqsharlar gazetasini o'qigan siz bilasiz. Bizning tishliqda endi bu atna davomida aktual bo'lgan yangiliklar bilan bir ratdan ikkinchi, uchinchi bit materiali beriladi. Mana ikkinchi, uchinchi bitning geroyi bo'lib bizning bu sonda Haris Husniddinov, Tinchurин teatrining haydab boruvchi aktyori. Shuning turunda ul narsa degan oqirin ishlagan kishilarni yaratmaydi. Oqirin ishlagan kishini kim yaratam ekan endi? Agarda ilishing aytgan kumushing ekan, ansınada tuzasin, tirasin, joylashasin. O'zining gailasi turunda bek motor etirib yozgan, men anisi turunda mana men bularni bek qiziqsinib o'qidim. Olg'a taba ketsak, bizning menimda zorli telefon bor. Bu sonda bizning 11 ülkeden kelgan kishilarning so'rovlarini javob topilgan ham ularning problemalari chechilgan deb sanayman. Shulay uq tag'in olg'a taba ketsang, menimda bizning jurnalistimiz Ruslan Husniddinov saylovlar turida reportaj ishlagan. Nazila Fozina umurtashlar turida yozgan. Ularning problemalari ko'tariladi bu yozmada. Bek zo'r bo'lmasa dag'in problemalari ko'tariladi ham nechib shishu yo'llari. Jurnalist shuni öğrenip shulay tirib yoza. Shulay yo'q, menimda men qiziqsinib o'qidim. Sharmanka bilan dunyo bo'ylab sayohat etuvchi kishi oqshasiz chiqib keta, shu o'zining sharmankasi bilan osharni da topa, ham shulay yo'q, yasharinadagini topa. Shulay yo'q, menalga topa Rabiga Sibgatullina, Rabiga bana bekni hurmat etam, chunki Abdulfatning birinchi gastrollari deb aytayim, filarmoniyaga kelgachdi, uning gruppasida boshlanib ketdi. Rabiga apaning turmushini da bilem, o'zi bilan da aralashganim bor. Ham mana bu yozmasында dag'in Albina G'aynullinaning yozgan yozmada da Rabiga apa nechikdir o'zin ko'pmidir prosentga o'zining ichki turmushin, ichki kuxnyasin ochib bergan. Problema shu materiali qayindan ishlatamiz degan ko'rshilar yozmishi, ko'rshilar turmushi. Bu bek og'ir masala. Agarda İki arada bir vaqt məşi ötüb ketə ekan, onu joylatırğa bek ağır bulacaq. Çünki mənə şu məşini ötkəzməskə kerak indi. Şulay bizning din və yola biti, bunda indi bizning hazretlərimiz deb aytam indi, Tataristanның, Qozonning hazretləri, Mahmud Hazret Sharafuddinning hamda Tuğan oğlum məşidi İmam Xatibi Nurullah Hazret Zinnatullin bilan әңгәмә ham kelgan so'rovlarga javoblar. Bular o'zi menə kishini to'llandira turgan mening bir iпташ qizim 2 gazetni o'qib chiqsam, shu gazetni deyim. Menda menə dunyodan o'sha butun yangilik bilan tanishgan kebek bo'lamdi. Oqsharlarni o'qigachdik. Hali ul dag'in aytib shotlantirib oldi. Shulay menə esenlikdan ayırmasını qarasangda, sizning xatlar, kelgan xatlar, bu xatlar o'zlari bir yozmish indi. Baqshashi pishmag'i, ko'plar endi hozir baqsha sezonini tugallab bitirələr. Bizning teplitsada tugəllanmagan o'zi bizning. Shulay qilib Milawsha Qahramonovning hikoyalari ul bizda ko'p shiga, turmushchan hikoyalar. Bir ikki jumlagina o'qib ketayim ala. Erim ketdi, tashlab butunlayga. Agar da menga qadar kimdir birov erimning ketashagi haqida aytsa, qishqirib kular edim. Ay. Chunki shibiq tutib qo'sang da yonimdan bir odamda atlamas kebek edi. Men o'zimda bor buldiqsiz xotinlarni erlari tashlaydir deb o'ylaydim. Hatto teginde munda gap sotishganda da shundayroq xabarlar chiqsa, yunli xotindan er qochami deyibrak jibara turgan edim. Yozmishdan o'zmish yo'q deylar. Shunga ko'ra barig'izga dag'in baxtli kunlar tilayman. Sog' bo'linglar.